Assalomu alaykum, hurmatli baliqchilar, hurmatli hamkasblar. Mana biz bugun Xorazm viloyatiga tashrif buyurganmiz. Xorazm viloyati Hazorasp tumanida Boburbekni baliqchilik xo'jaligiga kelganmiz. Buni ishlatayotgan instrumentlari, bularni qo'llayotgan mexanizmlari, bularni orttirgan tajribalari va O'zbekiston baliqchiliklari uchun nima foydali qo'llanmalari bo'lsa, Xudo xohlasa bugun bularni baliqchilikdagi sirlarini ochamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli baliqchilar, yurtimiz baliqchilari. Hammangizga ishingizga baraka bersin. Bobur, mana endi keldik. Xudo xolasa, mana necha yildan beri baliqchilik qilasan. Mana baliq yetishtirishda qanaqa yutuqlar va qanaqa tajribalar, keyin yana ko'rgan, bilgan va boshqa baliqchilarga ilinadigan nimalarni biz bugun ko'rsata olamiz. Shu O'zbekiston baliqchilari Xudo xolasa mana shu videoni ko'rib manfaat olsin, yana ertaga o'zini baliqchiligida qo'llab turib, mana shu insonni aytgani uchun baraka topdim, qildim shu ishni, mana o'sha ish ketidan shunchalik baliqchilikdan foyda qildim, baliqchilikni yo'l yo'rig'iga menga ustoz darajasida narsa o'rgandim deb odamlar masalan mamnun bo'lish uchun baliqchilik to'g'risida nimalar ayta olasan? Kirish qismi bizada baliqchilikka qachon kirib kelgansan? Bir qanaqa ishlardan boshlangan ishlar, hozirgi holati, shu yo'lga kelguncha qanaqa muammolar bo'ldi, qanaqa yutuqlar, qanaqa yechimlar bo'ldi? Iskandar aka, avvalambor 2016-yil men o'zim bir otamning do'stining ko'liga ishga borganman. Baliqchilik bo'lib ishga borganman. Oddiy xodim bo'lib borganman. Bu 4-5 oy ishlab, ish yuritish darajasiga yetib olganmiz. Keyin u yerda 3 yil ishlab, asosiy shu yerda boshlangan. Nuriddin aka degan bitta ustozim bor. O'sha odamdan o'rganganman. Keyin 21-yil o'zim fermer bo'lganman. 3 gektar yer olib boshlaganman shu. 3 gektar yerdan boshlangan, yana 5 yil oldin, demak. 21-yilda 3 gektar yer olib boshlaganmiz. Davlat bergan, davlatdan olganmiz shuni. Lekin u ko'limizga 1,5 kilometrga suv borardi. 1 kilometr, 1,5 kilometrga suv borardi. Shunga suv olib borib, shundan boshlaganmiz boshini. Bu adashmasam shu Muhammad qishlog'idagi o'zim borganim. Shu 1,5 kilometr turba tashlab, nasosda suvni olib borib, 500 metrlar chamasida suv borardi turbada. Plastik turbada. U urag'i ariqda ketardi. Ariqqa tashlab olib boriladi. Yop deydi bizda endi. Qumli joyga. Qumli joy. Lekin bitta ham daraxti yo'q, boshqa yo'q, bir soya yo'q, salqin yo'q. Cho'lda baliqchilik qilgansizlar. Birinchi borganimizda o'zimiz ham dizelni buldozer soyasida o'tirib obed qilardik. U o'tirishga joy ham yo'q edi u vaqt u yerda. Realniy narsa. Odam xohlasa, o'zi intilsa, demak, eng qiyin vaziyatda ham chiqib keladi. To'g'ri. Keyinchi u yerda necha yil baliqchilik qilindi, qancha tonna baliq olindi, nima o'qitib o'rganildi? Tonnasi esimda yo'q, lekin shu bitta narsa esimda. U payt qo'limizda o'zi asosiy mablag' boshlanishini aytsak, 51 million pul bor edi shu 21-yilda. May oyida yer olganman birinchi. O'sha yerga ishlatilgan pulmi yo o'sha baliqchilikka ishlatilgan? Jami 51 million. Yer ham olingan shu pulga, baliq ham olingan, hammasi shu qazishiga, boshqasiga. Xudo bergan, shundan bo'lgan. Alloh barakasini beribdi-da. 51 million so'm bilan 1 gektar yer ham ochib bo'lmaydi o'zi hozir. U keyin u yer ochish boshlandi, o'zi pulni yarmini ishlatib bo'lgandan keyin yer yana qazish kerak bo'lib qoldi. Misol uchun suv 1 metr turish kerak bo'lsa, u yerda 50 santimetr suv turib qoldi. Shunda yana bitta Jo'rabek aka degan ustozimiz bor. Jo'rabek aka borib qoldi. Men shu turishiga shu 25 million puldan kechib qaytmoqchi edim ortimga. Endi dedi, ortga qarama dedi. Bosdi, o'zim o'rgataman dedi shu paytda. U o'zlari baliq berdi shunda mayda. Biz bilmaymiz u paytda. bilan ham ishlaydi. Nima tashlash, boshqa ishlaganmiz, lekin u paytda chavoq boqmaganmiz. Chavoq kam bo'lardi, o'zingiz ham bilasiz. Shunaqa. Faqat ripsab qo'zlanadi baliq. Chavoq boqishni bilmay, shu Jo'rabek aka o'rgatib, shu narsani o'zi tashlab bergan, shuni olib kelib, o'zi hovuzga qo'yib bergan. 1 gram, 2 gramlik shu inson tashlab bergan. Yo baliqchilikni tugataman, yo o'ylab ko'rib, o'ylanib turgan joyda shu insonning ko'magi bilan, shu insonning yo'l yo'rig'i bilan, demak baliqchilik mana shu darajaga, shu ishlarga yetib kelgan ekan. Shunday. Shu Jo'rabekga ham Alloh rozi bo'lsin, rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Hech kim bunaqa qilib begona odamga bunaqa katta yo'l yo'riq ko'rsatib, bunaqa jonkuyarlik qilmaydi. Zo'r ish qilgan ekanlar. Molodets. Keyin shu chamasi Nexia ish berardi u payt. Bizni qo'limizdagi pulga otamga aytdim, bitta mashina olamizmi yoki yer olamizmi desam, mashina kerak emas, yer olamiz dedilar. Shu bilan mana Xudoga shu ko'rib turibsiz, u
zo'r hammasi. Endi asosiysi Allohga niyat qilib, bir qattiq mehnat qilib, sababini qilganlaringiz menimcha o'sha natijalarga olib kelgan. Chunki bu baliqchilikda yer masalasi, boshqa odamlarda bor, 100 gektarlab yeri bor odamlarni bilaman, lekin hali natija ham yo'q. O'sha baliqchilikda u yerdan kerak bo'lsa ziyon ko'ryapti, foyda qila olmayapti. Demak, asosan yerda ham emas, odam niyatida, harakatida birikkanlaringizda, ota, bola, masalan, aka-uka, tanish bilish, shu birlashib, bitta kuch qilib qilgan ekan. Asosiy shu, otam baribir men o'zim kam hollarda erta turaman, shu 9-10 da tursam ham shu otam bor-ku deb kelishim ham shart emas bu yerga hozir. Malades, endi kamtarlik qilyapsan, lekin o'zing ham tinib tinchimay, erta bo'lsin, kech bo'lsin, ishlab yuribsan, Alloh barakasini bersin. Lekin kelamiz, обязательно. Men sanlab gapiraman, chunki bu men o'zim ukamdek bo'lib qolgan. To'g'ri. Bu bilan necha yildan beri mana aka-ukamiz ishlaymiz. Mana shu 2018 dan berimi? O'shandan beri bilaman. 8 yillik ukamiz, hozir ham hamma narsada oldi-berdi qilamiz. Hamma narsada maslahat qilamiz. Biz o'zimizda ham baliqchilik yerimiz bor. O'sha yerlarda ham bundan maslahat olamiz, yo bu bizni metodlarni ko'radi, ish qilib bir-birovda hamkorlikdamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, men o'zim ukamdek bo'lgani uchun bunga bemalol sanlab o'zim mana ham deb ko'raman. Men sizlarga shuni ilindimki, bu bolani opti juda yaxshi. Qaysi ma'noda? Ham tadbirkorchilik tarafidan, ham dehqonchilik tarafidan juda qattiq turib, mehnatini qiladi, yana mehnat qilgan balig'ini zo'r sotadi. Buni eng zo'r yutug'i balig'ini hammanikidan yaxshi narxda sotadi. Chunki bozorni his qiladi-da, kimga sotish kerak, qachon sotish kerak, qanaqa razmerda sotish kerak, hammasini bu o'zining shaxsiy optida o'rgangan. Shu narsani men sizlarga bugun xudo xolasa ochib beramiz. Bobur ko'ngli ochiq bola, unaqa hech narsani qizg'anadigan, bir narsa qiladigan bola emas. O'sib kelyapti. O'sha bilgan narsasini xudo xolasa hammaga ochadi. Natijalari ham yaxshi, yetishtirayotgan balig'ini ham o'zi tushunadi, biladi. Juda katta ko'pchilik bundan maslahat ham oladi. Xudo xolasa endi Bobur bir tarafdan boshlasak, bu yerda necha gektar yerimiz bor, qancha baliq tashlaganmiz, mana bu yerda quyosh panellar o'rnatilgan ekan, nasoslar, aeratorlar, jami to'g'risida bir xulosa sekin boshlasak-da suhbat. Iskandar aka, hozir hamma texnologiya bor-ku yurtimizda. U shu narsa kerak bo'lmasa ham shuni olib taqtursin. Mana zapas aeratorlarimiz ham bor. U ishlab turganlari ham bor, mana ko'rib turibsiz. Nasoslar bizda to'xtamaydi. Shuni hisobiga elektr energiya sarfimiz katta, quyosh panel o'rnatganmiz. 50-60 kW quyosh panel o'rnatganmiz. Energiya rasxodi juda katta bo'lib ketadi. Nasoslar to'xtamasdan ishlagan hisobiga. Hozir bu ko'limiz 5 gektar bu. Toshna 5 gektar. Bunda 35 ming baliq tashlaganmiz. Mart oyida 7 ming. Gektarga 7 ming. Razmeri qanaqa bo'lgan? 200 gram bo'lgan. 200 gram. 200 gram bo'lgan. Hozirda 1 kiloga o'tirgan bu. Ha, 1 kilo. 1 kiloga o'tirdi. Martda tashalgan. Martda tashalgan. 200 gram. Shunaqa. Shu aeratorimizni faqat kechasi qo'shamiz. Kunduz qo'shmaymiz. U qo'shmagan kislorod juda tushib ketmaydi, chunki ikkita nasos ishlab turadi-da bunga. Suv kirish chiqishi yaxshi, vodobmen zo'r. Ha, vodobmen yaxshi. Bu nasoslarni qanaqasi chiqarish ob'yomi, qanaqa razmerdagi nasoslar bular? 200 talik turbada suv beradi, 11 kilovat elektr rasxodi. Demak 250 tonna har biri suv beradi-da. 250 kuba, 500 kuba suv har soatda kiryapti. Soatda, ha. Shuni hisobiga bu yerda hozir 3 ta aerator bo'lsa ham ikkitasi ishlatilyapti, yo 4 tami? Yo'q, 3 ta aerator ekan. Yana zapaslari tashqarida turibdi. Demak, kislorodni oksimetr bilan o'lchayapsizlar. Kislorod zarur bo'lmagani uchun aeratorlar tushirilmayapti. Shu hozirgi kunda buni suv premo kiruvchi poddeshka qilyapti. Ha, to'g'ri. Ochiq havoda hozir gradus 50 da o'tib ketgan bo'lsa kerak, obed mahali. Toshni bilmay o'lchab ko'rman, lekin hozir internetda o'zi ko'rsatishi 46 ko'rsatyapti bugun. Ha, bugunga kunduz kunni 46. 17-iyulda bo'lsa 46 yana bu ko'rsatyapti. Xorazm viloyatining Turkmaniston tarafga yaqin joyi, hozir Qum hududi. Qum hududi juda issiq bo'ladi, qattiq issiq bo'ladi. Bu yerlarlik mahallada anaqaday bo'lmaydi. Bu yerda odam yurishi ham o'zi bir qiyin bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga kislorod bunaqa juda muhim bo'ladi bu yerda, suvni gradusi. Endi suvni gradusi shunaqa baland ko'tarilib ketgan paytida mana hozirgi kunda necha gradus bo'lyapti? E'tibor berdingizlarmi? Suvni o'zini gradusi 28 dan 32 gacha borib turibdi hozir. Ertalab hozir ko'rsa 28, obedga уже 31, peshin mahal 32 gradusgacha ham ko'tarilyapti. Demak, mana o'zi 30 dan tepada baliqni yemlash masalasida har xil fikrlar bor-da. Birov yemlash kerak deydi, birov yemlamay turish kerak deydi. Navoiyda bitta klientimizga borganimizda bitta hamkorimizga Shuhrat aka
podkastda chiqqanida aytdilar, biza suvni gradusdan qat'iy nazar, mana havoni gradusidan qat'iy nazar beraveramiz. Chunki bizning ko'llarimiz 3-4 metr dedi. Ha, bu to'g'ri. 3-4 metr bo'lgani hisobiga salqin joyi bor, baliq yemi yeydi, salqinga ketaveradi. Sizlarda qanaqa yechim qilingan? Mana issiqda qanaqa bo'lyapti? Bizda issiqda u yemni kam qilamiz, kam beramiz. Yarmini beramiz. Shu 100 kilo yeb turgan hovuzga 50 kilo yem beramiz. Necha foiz beriladi o'zi, masalan, обычный kunlarda? Обычный vaqtda 3% beramiz. 3%. Demak, boshqa kunlar 1-1,5%larga tushiladi, ha? 1,5%ga tushadi. To'g'ri. 1,5%. 1,5% yem yeydi shu. Bu Hozir endi ham tong soat 6 bo'lgan bo'lsa, hozir 6:30 chiqarmoqchi oldida hamma baliq. chunki yem 1,5% ozlik qilyapti. Ozlik qilyapti, ha. Yozgi kuni To'g'ri. baliqlarda O'zi ishtaha asli bor. bir kunda 1 tonna yem yeyish kerak shu hovuzda o'zi. Ha, 1 tonna beriladi mashg'ulga. Shuni o'ziga har kun. Hozir 500 kilo berilyaptimi shunda? Ha, shunday 500 kilo beryapti. berilyapti. Молодец. Majburiy ravishda hozir havoni hisobga olish kerak. U 4-5 kun hozirgi vaqtda uni yemni berish kerak. Uni ochib qo'yish ham xato narsa. Ortiqchani yeb qo'yadi. Lekin majburmiz biz. Issiqni hisobiga chilla o'tsin deyapsizlar. Mana hozir chillaning ichida mana shu haftada anomal issiq bo'lyapti. To'g'ri. Menimcha butun faqat Xorazmda emas, bu butun O'zbekiston bo'yicha juda qattiq issiq bo'lyapti. Toshkent shahrida ham juda qattiq issiq deyishyapti. O'sha paytda demak, bulardan insight baliqni 30 gradusdan oshib ketganda suvni gradusi baliqqa yemini 50% gacha qisqartirib berish, demak baliqni yozdagi kislorodni golodaniyadan, suvni aynib ketib baliq o'lishlaridan himoya qiladi demak. To'g'ri. Bu sizlarni o'zlaringiz opitlaringizda bo'lgan narsa. Ha, asosiysi baribir men o'tgan yil sinab ko'rganman, o'smadi u. Qarmoy 4 kiloga chiqib ketdi. 4 kiloga 1 kilo berib qoldi. Ha, issiqda bergan bilan hazm qilmaydi. Yo'q. Demak, tanasiga go'sht bo'lib Yo'q, yuqmaydi. go'sht bo'lmadi. Atxot chiqarib tashlaydi. Qilingan, o'zi tajriba qilingan. Ha, o'zimizda bo'lgan. Bitta o'zi shogirdingiz Xurush degan o'rtog'im bor, shu Xurshid. u yangi kirib keldi baliqchilikka, shu yangi kelgan odam 2-kirgacha nuqta vergilgacha yozib chiqadi. Shunaqa. Shunga o'zim topshiriq aytib, shuni ko'rchi deb, shu o'zi ko'rib chiqqan shuni. Ha, bizlarning vodiydagi skladimiz, vodiydagi sotuv bo'limimizni rahbari Xurshidbek o'zi baliqchilikdan chiqqan. Mana shu Bobur yonida ishlab, opit orttirgan. Demak, u ham shu yerda ishlab, uni qilgan xulosasi, demak, issiqda bergandan foyda chiqmagan. To'g'ri. Faqat xarajatga chiqib ketgan. Demak, bu ham bitta narsada odam faqat yemdan yokida boshqa narsadan, dori-darmondan emas, demak, havoga qarab baliqning yemlanishiga ham e'tibor berilmasa, demak, yemda ortiqcha xarajat bo'ladi. Ha. Bu ham bitta insight sizlarga, baliqchilar issiqda mana 30 gradusdan suv gradus oshgan paytida yemlashni 50% ga tushirish yaxshigina tavsiya. Mana uni sababini ham aytib beryapti. Demak, agar yemni berganingiz bilan karmoviy koeffitsient oshib ketaveradi, hazm bo'lmaydi. Demak, Bobur mana bu yer 5 gektar 35 mingta baliq tashalgan. Hozir 10 mingtasini boshqa ko'limiz bo'shagani uchun ko'chirganmiz deyapsan. Ha, bu yerda 25 mingta baliq qolgan. 25 ming. Xudo xolasa bu sezonning oxirigacha ham turadi. Ha, sezonning oxirigacha ham turadi. Bu har yilgi tajribada necha kilo qilib olyapsizlar baliqni oxirgi finishni qadar? 25-yil mayda havzamiz 2,5 kiloga o'tirdi. Eng katta bo'lgani 4 kiloga o'tirdi. Demak, eng kichkina bo'lib qolgan baliqni razmeri o'rtacha 2,5 kilo. Sredniy shu havza edi, shu. Ha, bu 2,5 kilo bo'lgan. Necha mingtadan tashalgan? Bu yil 3 mingtadan baliq tashalgandi bunga. Ha, 3 mingtadan. Demak, shunda 15 ming baliq bo'ladimi? Ha. Bitta 5 gektarlik ko'l, demak, bir 42-43 tonna baliq bergan. 40 tonna bergan. 40 tonna baliq bergan. Barakasini bersin, zo'r. Chunki bizda Xorazmda sal suv og'irroq, shuni hisobiga juda plotni tashlash ham qiyin, zich tashlash ham. To'g'ri. Hamma ham uni qila olmaydi, chunki bitta ko'lida qilishi mumkin. Lekin massaviy qilib hamma ko'lda qilish bu juda katta tajriba, juda katta risk deganida bu. Bu 5 gektarlik, yana necha gektar yer bor? Qanaqa razmerlarda ochilgan? Qanaqa ishlatilyapti? Bu yerda 3 gektarlik havzamiz bor. 3 gektar havza bor. Bunda ham aerotor hamma narsa, karmushkalarni ham kattasida ishlatamiz. U kichik karmushka ishlatmaymiz. Bu havzalarga. Katta karmushkaning yaxshi tarafi baliq siqilib qolmaydi. Siqilib qolmagan hisobiga kislorod kamayib ketmaydi. Ana shunda ham bitta yutuq bor. Endi shu yerda bir narsa aytib o'tsam-da, endi sen o'zimizkisan-ku. Men bu narsani o'zim urib berganday berdim karmushkani, temir karmushkani. Oldira olmay boshida. Aka, menga shu qora bo'ladi, mana shu yaxshi ketyapti. Nechta odamga mana shu professional temir karmushkamizni tavsiya qilgan bo'lsam, boshida shu oyoq tirab olganda, как будто men unga qolib ketgan narsamni berayotgandek qilib olmagan. Mana olayotgan, olgan, ishlatgan odam hozir aytayaptiki,
Men o'zim mani o'rnimga reklama qilib beryapti hozir. Bu mening uchun foydasi bor, men uchun foydasi bor. Demak, qanaqa foydalari bor? Katta karmushkani? Uni olib kelishimizdan oldin dadamga aytdim shunaqa bir $1300 yuqori turar ekan, 17 million 15 million orasida turar ekan desam, 15 millionga ham qarmushka bo'ladimi dedilar. Ana unda 10 ta beradi, uni puliga deb turibdilar. Keyin siz berdingiz. Bitta olib kelgandan keyin, bordi o'zlari aytdilar, olib kel bundan yana deb. Borsam uchta gap qo'ygan. Shunaqa. Undan boshida 35 ta olib keldik. Keyin boshida olmay turdi, ko'pchilik. Men o'zim ishlatib, o'zim ko'rsatib bergandan keyin mana bu suv kirishlari. Men uni o'z optimda ishlatib ko'rdim-da, o'zimiz yerimizda. Bu sitofiltr bilan kiryapti. Yo'q, u sitofiltr o'zi asosiy narsada baliq ortga qaytmasligi uchun turibdi u. Bu прямой turibdimi shunda? Yo'q, nasos og'zida bor. U yoqda, glavniga qo'yilgan sifa. Suvni ko'rinishi juda yaxshi. Juda menimcha pH'lari anaqasi pH 7,5-8. Lekin juda sifatli ko'rinyapti. Suvni rangi qanchalik ochib beryapti. Shu bu yerda ham shu qanday tovarniy baliqmi? Tovar bu. Bu 2 kiloga o'tirdi bu hozirgi kunda. Bu bugungi kunda 2 kiloga o'tirgan. Bu ham shu 5000 donadan tashalganmi? Yo'q, bu 4000 dan tashalgan bunda. 4000 donadan. Tashalgan payt qanaqa razmer bo'lgan? 350 sredniy bo'lgan. 350 gram sredniy vesi. Juda yaxshi. Demak, hozir mana qaysi oyda? Mart. Necha kun bo'lgan demak bu mana bitta narsa ko'rsatib. 1-aprelda yem yeb boshlagan bo'lsa, aprel, may, iyun. 90 kun. Yani ham 10-15 kun bo'lsa, o'sha 100 kun, 105 kunda 350 grammlik baliqni 2 kilo. Demak, bizda O'zbekiston hududida 200 kun baliqchilik kuni bor deb hisoblasak, 300-400 grammlik baliq tashlab 2 marta hosil olsa bo'lar ekan. To'g'ri. Lekin hozir nimaga sotilmayapti endi yoki 2,5 kiloga o'tkazib keyin sotishmi maqsad? Ya undan ham kattaroq qilinadimi? Nima? Endi o'zimizning hisob bor. Shuni biz o'zimiz hisob kitobdagi vesga yetkazsak, shunda biz kelasi yemga yana yetib olamiz-da. Barib o'rniga baliq tashlaymiz buni ham. Bu qanaqa hisob endi agar sir bo'lmasa? Shu 2 hosil olish. Agar biz buni 1 kilo 800 payti sotsak, tonna kam bo'ladi-ku. Misol har kun 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonna yemni ertaga o'rnini to'ldirib turish kerak uni. Har kun 3 tonna degan yem katta narsa bo'ladi. 2 tonna bo'lganda ham 60 tonna bo'ladi bir oyda. Men ham shunaqa hisoblardim-da oldin. Qanchalik ko'p yem bera olsam, shunchalik ko'proq hosil olaman deb, tezroq, masalan, mayda baliqni boqqanimdan ko'ra katta baliqni boqqanim virgidni derdim men. To'g'ri. Chunki mayda baliqqa 500 kilo yem bersam, men yemdan foyda deb hisoblardim-da. Qaysi ma'nodaki, masalan 2 kilo yo 1 kilo 800 yo 1,5 kiloga 1 kilo o'sayotgan bo'lsa, bir kunda 1,5 tonna bersang, 1 tonna go'sht o'syapti. Agar bir kunda 3 tonna baliq yem bersang, 2 tonna yem nariq o'syapti. Masalan, go'sht o'syapti. Bu degani oddiy matematika, qanchalik ko'p hosil qilsam, meni operatsion xarajatlarim masalan, oyliklar, toklar, yer, mavsum shundan maksimum foydalanib qolishda. To'g'ri. Demak, bu yerda ham shu bizda ham shu fikr. Agar yil bo'yi misol 100 tonna yem bersak, 50 tonna hosil bo'ladi. Shu men bu yerim kollektordan suv oladi, 11 kilovat. Bir 7. Bu yerda ham nasos. Tik podyom 5 metr bor. Yotiq podyom bir 9 metrlarda chiqazadi. Trubada keladi bu ham. Olib boramaydi, boshqa qiladi, olib boradi. 200 metrgacha olib boradi. Turbani o'zida nasosdan premo keladi. Hozir bu 80 metrda turibdi. Mana hozir yem masalasini ochdik-da. Mana bu yilgi kunda qancha yem ishlatish maqsad anaqa reja qilingan, qanaqa yem ishlatilyapti, yemlar to'g'risida qanaqa fikr bor? Hozirgi kunda Common Carp bilan keyin Xitoy yemi ishlatilyapti. Gilak Danex Navit Common Carp brendidagi yem va yana Xitoy yemi. Xitoy yemi. Hali biz buni Xitoydan yem olib kelganmiz, baliqchilar. Buni hozir sinov muddatida. Sinov muddatida shu hovzada sinalib turibdi u yem. Shuni o'zida. Bu havza mart oyida bunga tashalgan baliq 500 grammlik baliq tashalgan. 500 grammlik baliq tashalgan. O'sha buni may oxirida sotib 2 kiloga o'tkazib hammasini sotdik. 10 ming ta, 5 ming tadan baliq tashalgan edi. 10 ming baliqni sotib o'rniga 10 ming baliq tashladik buni.
Hozirda 500 grammlik baliqni 2 kilo qildingizlarmi? ha, May oxirida. ha, may oxirida. Bu necha oyda? Aprel Ha, yo'q, to'xtang. yo iyunnidami? Iyun. Iyun Iyun oxirida. oxirida. Ha, Ha. ha. Iyun oxirida уже o'rniga baliq tashladik buni, may oxirida debman. Iyunida. Demak, bir iyunning o'rtalarida sotish boshlangandi yo boshidami? Yo 4 kun baliq sotdik. Ha, 4 kun. Ha. Sразу tugatildi. 4 kun, uzog'i 5 kun. Oxirini sotishimiz 5 kunga borgan. Keyin 2 kunda o'rnini to'ldirdik Bu yana. necha gektar bu yer? 2 gektar. 2 gektar necha tonna baliq olindi shulardan? 2 gektarda bu 20 tonna baliq sotildi уже bunda. 20. Ha. 20 tonna Toshkent baliq 4 kunda. Ha. 19 Mana yana 19 bitta yarim narsada- baliq sotildi. Yana bitta narsa, mana kuniga 5 tonnadan baliq sotayotgan bo'lyapti-da, buni hisob bo'yicha. 4 kunda 20 tonna baliq sotyapti. Bu ham juda kuchli marketingda, chunki yo mana shu sezon tugaganida yo mana shu hozirgi kunda ham odamlar 1 tonna baliqni sota olmayapti-da. Mana shu narsasiga qolamanda buni. Kimga sotyapti, qanaqa sotyapti, hammasini kelishib qo'ygan bo'ladi. Grammlarigacha ham, kattaligigacha ham baliqni yetishtirganida kimga tayyorlab beradi, qanaqa mazada tayyorlab beradi, bu tayyor turadi, buni rejasi. O'shani hisobiga 4 kun ichida 20 tonna baliqni sotib olgan. Bu uncha odam qila olmaydi. Baliq bor hammada, lekin sotish eng og'riqli temada. Shu go'shtini sifatli qilish kerak, asosiysi. Go'shtini sifatli. Go'sht sifatli. Masalan, определённый klientlaring bor, masalan. O'sha определённый deganda aniq oldindan bilasan kimga sotishingni. Masalan, ba'zi klientimiz bor, bizda baliq yo'q payti boshqada olib turadi. Biz baliq ochishimizni u palon kuni baliq boshlansa, u to'xtatadi u klientini. Chunki bu yer baliq mazali. Ha. Shu o'tgan yili ham 25-yil 11-yanvarda shu havzani baliq edi. 4 kiloga o'tirgan. Ha, 4 kilo bo'lgan, ha. Ha, средний вес. Shu 115 kilo chiqqan 30 nechta baliqmi? Bu syomkasi ham bor. Syomkasi ham bor, ha, shunday. Bo'ldi, u syomkani qo'shib yuboramiz oraga. Bor bizda videosi. Qolganida 2600 baliq qolgandi. 2600 ta baliq 11,5 tonna ves bergan. 11,5 tonna ves bergan. Shu eng oxirida qolgan baliq ichidan olib sotib. Endi u degani boshidagi baliqlar ves yaxshi bo'ladi. Keyin ozib boradi baliq, stressga tushadi. Oktyabrgacha xarajatlarni yopish uchun qanchadir baliq sotdik bu havzadan. U keyin u klient keldi, men sanab olaman baliq dedi. Sanab olaman dedi. 4 kilolik baliq yog'li bo'lib ketmadi. Yo'q. O'zingiz ham yeb ko'rganingiz-ku buni. Keyin o'zingiz Toshkentda o'tirib telefon qildi, shu baliqdan yubordi. O'zi tugagandi u payt. 4 kilolik baliq ham yog'li bo'lmaydi. Mana yo'lini qaranglar. Bizda baliq qanchalik katta bo'lsa, shunchalik yog'li bo'lib ketadi degan nazariyamiz bor-da. Nazariya deymiz buni. Qanaqadir isbotlanganda bo'lmaydi. Chunki mana isbotlab beryaptiki, 4 kilolik baliq ham yog'siz qilsa bo'lar ekan. To'g'ri. Yana narxi qanchadan bo'lgan shuni? Sotilish narxi? 57 mingdan. 57 mingdan, ha? Shu o'sha kuni kelgan bo'lsa, oktyabrdagi narxmi yo bunaqadami? Yanvar. Yanvarda. Yanvar oyida. 57 ming yaxshi narx. Uni oktyabr oyida ham sotsa bo'lardi u narxda. Karmoy koeffitsient qanaqa bo'lgan endi? Eng qiziq joyi shu. Katta baliqda karmoy koeffitsient baland bo'lib ketadi deydi. Karmoy koeffitsient bo'lib ketadi deydi. Keyingi 2,5 kilodan u yog'i 2 kilo 200 ga bergan. Ha, 2,5 kilogachamchi? 2,5 kilogacha 1,800 ga bergan. 1 kilo 800 ga 1 kilo. Baliq 2,5 kilo vesga o'tirguncha bo'lgan karmoy koeffitsient 1 kilo 800. Ya'ni 1 kilo 800 yeb 1 kilo ves olib borgan. 2,5 kilodan katta baliqni yetishtirganda baliqchilar e'tibor beringlar. Juda muhim joyi bu. Chunki hali tushunmovchilik bo'lib, katta baliq qilsam ko'p foyda qilaman deb o'ylab, karmoy koeffitsiyentni hisobga olmasa ziyon ko'rib qolish mumkin. Mana aytayapti, 2,5 kilodan katta baliqga 2 kilo 200 dan yem ketgan. Lekin bunda optimalni ishlatadi bu. Hamma yoqni xarajatini qilmasdan, mana shu har bir gram yem mashlarga to'kilmasdan, o'sha baliq kasal bo'lmasdan yeyishigacha olib boradi. Shunaqa bo'lganida, shunaqa tejaganida shu rezultat bo'lyapti. Yana Eron yemida bo'lgan, u qimmat yem emas boshqa, shu 12 ming so'm, maksimalni 12 ming so'mdan olingandi. Eron yemlarida bo'lgan rezultat. Lekin o'tgan sezonning boshida qancha gram bo'lgan u? Sezonning boshida 300 gramlik baliq bo'lgan. 300 gramlik baliq 350 bo'lgan bo'lsa kerak, ha. 300-350 gramlik baliqni 4 kilo. Ha. Zichligi necha ming dona bo'lgan? Yo'q, endi bizda o'tgan yili o'zingiz ham xabaringiz bor. Yemda muammolar bo'lib, Eronda muammolar bo'lib, majbur ichidan olib sotganmiz. Pulda muammo bo'lgan o'zimizda,
masalan 8000 baliq tashlagan bo'lsa, menimcha 8000 tashlagan Hektariga shekilli. 4000 dan tashlab, Ha. barib shunaqa. Shuni olib ichidan bugun pul kerakmi? Sot 1 tonna. Elektr energiyaga. Ertaga yana sot ishiga. Shunday rasxodlarni ko'tarib maqsadida qilib borganmiz. U pulni yetlashtirib bo'lmaydi bu narsaga. Shunaqa. O'zi eng katta xarajat yemda-da. Yemda, asosiy rasxod yemda shu. Ham endi mana hali bitta savolimiz ochib qoldi. 1 yilda qancha yem ishlatish reja qilgansan bu yil? Mana shu 20 gektar havza uchun Yem rasxod katta. yo tonnasi bormi masalan? Necha 100 tonnami, necha 10 tonnami masalan? Yo Bu endi yilga reja qanday? 150 tonna yem tugatib bo'lganman o'zi. Uji tugatigani. Endi asosiy maqsad bu yoqda 2 barobar ko'proq ketadi. To'g'ri. Demak 400-500 tonna yem. Ana shundan baliqchilarni o'zlari chiqarib olarsin. Realniy narsa hozirgi kunda ketgan narsa shu. 150 tonna. Ha. Asosiy massa bu yoqqa ketadi. Chunki baliq uji mana 200 grammlik baliq 1 kiloga o'tadi deyapti. Endi bu yoqqa endi u 2,5-3 kiloga o'tirguncha yemni to'xtatmaydi. Demak, mana shu 20 gektar joyda ham bu bitta 400-500 tonna yemni ishlatib baliqchilik qilsa bo'ladi. To'g'ri. Mana shu 20 gektardan qancha hosil mo'ljal qilinyapti endi bu yil. Endi bari matematika bo'ladi-ku, masalan, necha mingtadir tovarniy balig'imiz bor, necha mingtadir lichinka keyingi yil uchun o'stirilayotgan savollar bor. Bu yil hisobida bilmadim endi bu toshni ayta olmasamki, shu 200 tonna chamasi mahsulot yetishtiramiz. Go'sht qilib yetishtiramiz shuni, baliq go'shti qilib. Go'shtga, bu tovarniy baliq, ha? Ha, yo'q. Tashqari. Yo'q, Chavar- jami. Shu tovarniy bo'lsa 150 tonna bo'lib qoladi. Demak, jami 200 tonna bo'ladi, 20 gektar suvdan. 20 gektar suvdan. Malades, barakasini bersin. Mana xitoyliklar bizada 30-40 tonna yetishtiradi desa, mana 20 tonna svobodniy olyapti, yana sredniy olyapti. Bu sredniy degani masalan kimlardir ko'li bor, men deydi 30 tonna ham oldim deydi. Lekin uniki fakt emasda, qaysi ma'noda bitta ko'lidan 30 tonna olgan bo'ladi, keyingi ko'li 5 tonna bo'lib qoladi. Bunda hamma ko'lida stabilniy 20 tonnadan demak tushyapti bu yerda 1 gektariga. To'g'ri. 20 tonna baliq demak barakasini bersin. Mana baliqchilar sekin-sekin ochilyapti. O'zi ham yana kamtarlik qilib hamma narsa bunaqa bo'lib qolmasin, maqtanchoqlik bo'lib qolmasin deb qog'ozga o'rab aytyapti, lekin ko'ryapsizlar, kuniga 5 tonna baliqni realizatsiya qila olish, mana shu toklardan, suvlardan optimal foydalanish. Mana hozir 2 gektar necha mingta baliq bor? Hozir 11 ming baliq bor bunda. 11 mingta baliqqa ikkitagina aerator bilan eplayapti. Bu hammaga ham emas bunaqa narsa. Bu kislorodni, suvni sifati вообще idealniy turibdi bunda. Endi baribir sendagi asosiy yutuq menimcha suv prямо kiryapti-da. Ha, to'g'ri kollektordan oladi. Juda katta potok kirgizyapsan. Masalan, suving pozolat qilyapti, suv bor. O'zerni kollektorda. Shu o'zidan olamiz, o'ziga qaytaramiz suv yana. U boshqa yerga bateriya bo'lib ketib qolmaydi. Balandroqda turibdi. Endi xarajat shu elektr energiyaga. Quyosh paneli. Energiya ham quyosh paneli qo'yib qo'ygansan. Quyosh panelidan tashqari bir oyga 40 ming kilovat elektr energiya sarf qilamiz. 40 million bo'lib ketadimi? Ha. Oho. Quyosh panelining ham hozir baribir bir oyda bir 20 ming 20 ming kilovat beradi. Plus minus beradi, ha? Soatiga 80 kilovat energiya rasxod qilamiz. Lekin to'xtamaydi, 24 soat bor shu narsa. Demak, elektr energiya ham juda katta xarajat qanaqasiga kirib bo'lgan, lekin o'sha natijani beryapti. Ha. Nimaga masalan mana shu yerga aerator qo'ygan vigitni bo'lyaptimi, nasosmi? Masalan, hozir ikkita aerator 3 kilovat elektr energiya sarf qilsa, 1,5 kilovatdan lutchi 3 kilovatlik nasos qo'yib, yangi suv berib chiqazgan yaxshi. Foydaliroq, ha. Lekin bu ham bir insight bo'lyapti. Agar imkoniyat bo'lgan, bor joy bo'lsa, tok bo'lsa, suv bor bo'lsa, suvni ko'proq kirgizib almashtirgan foydali deyapti. Lekin bu hammaga ham emas. Chunki men o'zimizni ko'limizdan bilaman, bizda kiruvchi suvimizni sifati yaxshi emas. Shuni hisobiga juda ham almashtirishga shoshilmaymiz. O'zimizni suvimizni sifatini ushlab turib, aeratorlar bilan kislorodga boyitib ishlatishga harakat qilamiz. Demak, buni suvni sifati ham yaxshi bo'lganda hisobiga. Chunki katta o'zerni kollektor yana ham bir 10 metrlardan oshiqroq. 10-15 metr bor. 15 metrlik oqayapti, odam bo'yida suv oqayotgan joy. Bu yerda rezultat ham anaqa ham yaxshi-da. O'shani hisobiga suvni ishlatyapti. Mana Navoiyda ham bitta klientimiz aytdi, что suvni olib kirishimiz bizga невыгодно, chunki loyiqa suv. Loyiqa suvni olib kirsa, suv yashil o'tlari bor.
bir hujjarali. O'sha o'tlarga loyqa suv barglariga o'tiradida, shuni sviteniya deymiz. O'sha sviteniyani cho'ktirib o'ldiradi. Keyin suvda sasiydi. Keyin haligi birovlar aytadi, baliqda hid bor deydi. Hid bor deydi. Demak, loyqa suv ham sal tinitib olib kirmasa iloji yo'q. Cheridatsiyon o'tkazish kerak-ku. Lekin juda katta potok kirayotgan paytda u achishtonik ham ulgurmaydi-da. Uspet etmaydi. Uspet qilmaydi. Lekin suvi avval o'ylardim men ham, suv tugab qoladi desa, tugamaydi deb o'ylardim. Lekin 25-yil tugab qoldi. Azyorni kollektor qurib qoldi. Necha kun tugadi shunda? 15 kun tugadi. 15 kun suv oqmadi umuman. Ha, boya aytib o'tgandek, men ertalab soat 5 ta unda turmayman. Ekstremniy vaziyat bo'lsa turmayman. 15 kun soat 4 da kelaman. Har kun. Ha, suvga qarayman, bo'lsa sal-pal nasos qo'shamiz, bo'lmasa yo'q. Masalan, fermerlar yig'ilib turib, hokimga ham bordingizlar, anaqaga ham bordingizlar. Shunaqa, hamma qo'ldan juda stress bo'ldi. O'tgan yil juda baliqchilar uchun, fermerlar uchun juda katta stress bo'ldi. Birdaniga 15 kun suv kelmay qoldi. Bu baliqchi hech qachon buni tasavvur qila olmaganda, men aytayapti, mana hali suv tugab qoladi yo suv bo'lmay qoladi deb hayolimizga ham kelmagan narsa bo'lib qolganda. Shuni hisobiga shu hovuzamiz ham suv kirardi, ariqqa chiqib qumga ketib qolardi suv. Kollektor suvi qumga ketib qolardi. Demak, biz yuqorida aytganimiz bu har bir gektardan 20 tonna baliq olyapti deganda 20 gektardan 400 tonna baliq emas, faqat tovarniy baliq oladigan ko'llaridan 20 tonnadan olyapti. Chunki buni o'zida lichinka hovuzlari bor, unga ham ajratilgan yerlar bor, inkubatsiya uchun ajratilgan joylar, boshqalar bor. O'shani hisobiga u yerda sentiner kamroq bo'lishi mumkin. Shu hisobiga matematikada to'g'ri hisoblashlaringizni so'rayman, chunki men o'zim ham juda yaxshi ko'raman matematikani, juda e'tibor berib turaman. Qanaqa hisob-kitob qilinyapti, nima qilinyapti. Demak, tovarniy baliqda 20 tonnadan olyapti. Chunki mana shu yerda o'zida ham 2 gektardan 20 tonna baliq sotdim deding, ha? Endi hozir qaytadan baliq tashlagansan 11 mingta? 11 ming baliq tashalgan. Tashalgan. Necha gram tashalgan? 850 gramga o'tirgan baliq tashalgan. 850 gramlik. Endi bu maqsad necha kiloga? 3 kilo qilmasak? 3 kilo maqsad. Bu hali ko'ldan olingan, bu 5 gektarlikdan bu yoqqa. 5 gektarga 35 ming tashlab 10 mingta bunga olingan. 10 mingta bunga olingan, o'zida ham 1000 tadan oshiqroq baliq bor edi deding, ha? Ha, 1000 ta baliq bo'lishi kerak. Shunaqa. Demak, 11 mingta baliq turibdi. Agar 3 kilo qilinsa, mana shu ko'l, demak, birinchi partiyada 20 tonna, ikkinchi partiyada 30 tonna baliq mo'ljal qilinyapti. Bu degan kerak bo'lsa, gektardan 25 tonnaga ham urib boryapti, lekin hamma yoqda stabil shunaqa bo'lmagan hisobiga bu faqat tovarniyni hammasini qo'shib chiqqanda buniki gektaridan 20 tonnadan tushyapti-da, demak. Eksperiment uchun olib kelingan yemimiz bor. Endi eksperiment emas, Xitoyda juda katta zavod ular. Biz uni laboratoriyasiga ham borganmiz, ularning baliqchiliklari, qo'ljaliklari bilan tanishganmiz. Bu aniq ishlaydigan yem. Prosta biz buni solishtirib ko'ryapmiz. Iqtisodiy o'zini oqlaydimi, yo'qmi? Bu Xitoydagi zavodni yemiga hech qanaqa biz shubhamiz yo'q, lekin o'zingiz bilasizlar, O'zbekiston baliqchilari уже 4-5 yildan beri Eron yemiga o'rganib qolgan. Qani Xitoy yemi qanchalik bo'ladi? Kelib ko'radi. Mana Bobur, sen endi bu yemni vizualni ko'rishing, hali rezultatini o'zing ham hali sinab ko'rmading, ha? Yo'q. Baliqni точный sanab, grammini bilib, yemni ham soatma-soat yozib beryapsizlar. Hozir imini o'ziga addenni o'lchab baliq tashaldi, shu yemdan berish boshlandi bunga. Bu yem to'g'risida vizualni fikring qanaqa? Masalan, ko'rinishi, baliqni yem yeyishi zo'r, grammlar sifati bo'lsin, baliq yeyishi bo'lsin zo'r. Boshqa yemlarga solishtirganda sal akkuratniroq, ha? Kepagi yo'q ichida. Yo'q. Tiniq chiqqan, bir xil razmerda. Hidi ham yaxshi, baliqni yeyishi ham yomon emas, ha? Yo'q, zo'r. Necha kun bo'lyapti hozir? Bir hafta 10 kilo bo'lib qoldi, 10 kundan beri, ha? Xudo xolasa endi buni bir oy oxirlarigacha bir hisob-kitobini chiqarib, shu 8 tonna yemlar chamasi sinimizda buni. 8 tonna yem bergandan keyin o'sha berilgan yemga nisbatan karmoviy koeffitsient xudo xolasa chiqarib Bobur bizga aytadi. O'lchab tashaldi baliq. Xitoy yemimizni nafaqat Boburda, balki boshqa viloyatlarda ham sinayapmiz. Xudo xolasa juda anaqa bizda nima deydi, kutuv yaxshi bo'lyapti. Bizning eng o'ylayotganimiz bu Eron yemini sindirish yo bir narsa qilish maqsad yo'q. Bizda mana Erondagi notinchlik, Turkmanistondagi logistika muammolarini hisobga olib, alternativa qilib qo'ymoqchimiz. Xitoydan ham yem bizga tayyor tursa,
ertaga bitta davlatga bog'lanib qolmaymiz. Nimadir siyosat, nimadir urush, janjal bo'lib qolgan vaziyatda Xudo xolasa baliqchilarimiz yemsiz qolib ketishmaydi degan umiddamiz. Shu juda zo'r. Masalan, shu yem o'tgan 25-yil agar 15 ming so'mdan shu yerda turgan bo'lsa, olardik. O'tgan yil, ha? 15 mingdan ham topilmadi o'sha yem. 25-yilda yem topilmadi. 15 ming so'm qo'lida puli bor, lekin yem yo'q. Lekin hozir biz buni Eron yemlari bilan narxini pastga bir xil qilib beryapmiz. Endi logistika to'g'ri Xitoy qimmatroq chiqadi, ko'proq vaqtda keladi, lekin biz mayli nima deydi, foyda qo'ymasak ham yoki katta foyda qo'ymasdan baliqchilarni bir ta'minotini uzmasdan qilib berishimiz bizlar uchun asosiy maqsad hozir. Uni ustiga men Xitoydan olib keldim, yo 40 kunda keldi yemim, yo bir shunchalik muammo bo'ldi deb baliqchilarni qiynab qo'yish maqsadi yo'q. Mana baliqlar zo'r, hech qaysida kasalligi yo'q menimcha, 100% sog'lom baliqlar, bitta ham ko'rinmayapti. Malades, Bobur. Avvalo seni mehnating, baliqchilikni mana ko'ryapsizlar. Juda katta ko'pchilikda kasallikdan qiynalyapti. Lekin bu profilaktikasini ham qiladi. Baliq bilan gaplashadi, короче. Mana suvni sifati ham atlishli turibdi. Mana hididan ham bilamadim men o'zim ham. Suvni hididan bilaman. Shunda o'zimni ko'llarimni aylansam, mana shu ko'lda sal muammo bor deb aytardim bunaqalarga, vallaga. Bu yerda juda приятный kelyapti. Suvni hidi ham, baliqni aktivligi ham. Xudo xolasa men o'ylayman, mana shu Xitoy yemi eng asosiy yutug'i buni zich tashlashga qaratilgan bo'ladi. Chunki bilasizlar, Xitoyda 40 tonnadan 70 tonnagacha baliq olinadi-ku. O'shani hisobiga Xitoylarning yemi asosan zichlikka e'tibor berilgan bo'ladi. Ya'ni zich bo'lsa ham baliq kasal bo'lmaydi inshaalloh. Chunki bular Xitoyning o'zida necha million tonnalab yetishtiradi, bu yemni beradi, baliq yetishtiradi. Ular shunga moslashgan. Demak, bular yemini tarkibi eng hazmli bo'ladi, eng vitaminlarga boyitilgan bo'ladi. Shu baliq kasallik bo'lmasligi kerak, zichlikda ham yaxshi yetishtirilishi kerak degan xulosamiz bor. Buni Xitoyliklar o'zi ham aytgan. Xudo xolasa o'ylaymanki, bizni umidlarimizni oqlaydi. Xitoyliklarni o'zlari ham kelgan. Hozir mana ko'ryapsizlar Instagramda bizning Xitoyliklar o'zi ham kelgan, lekin ular yem zavod emas. Dori preparatlar ishlab chiqaradigan zavod. Ular ham shunaqa deyapti. Mana Alloh barakasini bersin, Bobur, mehnating, rohatini ko'r, juda zo'r. Hozir bitta zo'r fikr aytib qoldi Bobur. Mana masalan, ko'z tegmasin, halol harom yoki mana shu Allohning roziligi, bir yaxshi anaqalar ham insightlar bo'lyapti-da. Mana davlatimiz siyosati hozir bitta narsa aytib qoldi. Men juda nima qildim, nima deydi, bir to'lqinlandim. Bundan gapidan faxrlandim. Boshqalarga ham ilingim keldi. Aytayaptiki, Bobur o'zing aytib ber, oldinlari suv premo chiqarib yuborilgan. Chiqarilgan oldingi videoda ham chala qolib ketdi shu. Suv qumga ketib qolardi. Ariqqa chiqaradi, qumga ketib yotdi. Kiruvchi bu yoqda, chiquvchi bu yoqda edi. Ha, shunaqa. Shuni to'g'rilab tarafdan o'shaning u yoqqa chiqarib yuborilgan. Shu majbur, ha. Keyin 150 million, 170 million rasxod qilib, shuni suv obratni yana kollektordan olib, kollektorga qaytarishga qaror qildik. Chunki 25 da suvsizlikning qadrini bildik. Suv yo'qolib qo'yganda. Demak, boshqa baliqchilarga ham, mana masalan, sen hozir qaytarib yubormasang ham suv bor senga. Ha. Lekin shu suv qaytib yana bitta baliqchiga, ketadi. Yana bir kimdirga borsin deb. To'g'ri. 170 million xarajat qilding. Bu xarajat qanaqa bo'lgan? Asosiysi gladkий turba tashlaganmiz. 1,5-2 sm turbadan. Qimmat turbadan. 1 metri 400 ming shunaqa bo'ladi u turbani. Maqsad ko'p yilga chidasin. Ko'p yilga chidasin, ham ustiga 4 metr pastda bo'lgandan keyin 3,5 metr, 4 metr pastda tuproq bosib qolmasin deb qalin turba tashlaganmiz. Temir turba tashlasak chirib qoladi. 5 yildan keyin olish kerak. Shunaqa. Shu realni shu 300 yil turadi deydi uni turbani. Ha, shu visakovodlarni tagida ham даже elektrozet bilan svetni o'chirtirib, shuni tagidan qazib o'tib ketganmiz. Ekskavator bilan qazib, qaytadan tashalgan. Realni shunaqa. Bu narsa qaranglar, baliqchilar, mana shu narsani hammaga ilinib, hammaga shuni tavsiya qilamiz. O'zingizni emas, boshqalarni ham o'ylanglar, suvni tejanglar. Mana hozirgi kunda vatxozlar, ya'ni suv bo'yicha tashkilotlar ham chiqishyapti, sho'tchilar o'rnatamiz deyishyapti. Sho'tchi o'rnatishdan maqsad ular qanaqadir davleniya qilib pul olishga ham emas maqsad. Tejaylik, bu suvni hammaga yetkazaylik, bir tomchini ham to'g'ri ishlataylik degan fikr bo'lyapti-da.
Bu ham bir Alloh rozi bo'lsin, shu hanga qalbingga kelibdi shu fikr. To'g'ri qilsan, baraka top. Bu yo'g'iga o'sha narsani boshqalarga ham aytaylik. Ishlatayotgan suvingizni juda foydali ishlatish kerak shuni. Ishlatib bo'lib bo'lsa ham chiqarish kerak shuni, aniq. Ishlatib olingan suvni qaytarib yana kimgadir ishlatish uchun to'g'ri. Ajorniga qaytaring, u ishlatilgan suv bo'lganmi, tabiiy tozalanishda tozalanib ketadi. Tabiat eng zo'r tozalovchi. Shunaqa. U o'simliklar, boshqalar uni hammasini oladi. Hozir mashinangda bir sekin aylanib boshqa ko'llarni ham bir ko'rsak, yana nimalarni ayta olasan? Mana baliqni hozir sotganingda qanchadan sotding? Qanaqa rentabillik bo'lyapti? Masalan, 48 ming, 50 ming so'mdan sotdik. Kilosini 50 mingdan sotyapsan, ha? Shu 2 kilolik baliqni. 2 kilolik baliqni. Malades. Buni priyam olib sotarga beryapsanmi yo choyxonalarga beryapsanmi? Yo'q, olib sotar. Olib sotar. Bizda tayyor turamiz. Olib sotar, agar narx tushirmoqchi bo'lsa, sen to'xtab tur, u olib sotardan olib turgan choyxona bizdan ham oladi uni. Mashinamiz bor, texnikamiz bor, olib borishga. Shunaqa. Yo'nqisimiz bor. Prosta vaqtimiz yo'q. Vaqt yetishmaydi. Ham endi 5 tonnani choyxona ola olmaydi-da bir. Ha, asosiy Toshkent taraf. Asosiy klientimiz shu. Demak, baliqni sotish uchun eng asosiy narsa, buni urg'u berayotgan narsasi bor. Mazasini, razmerini to'g'rilab beryapti olib sotarga. Baliqchilar shunga e'tibor beringlar. Prosta men baliq yetishtirsam olib ketadi deb o'ylamanglar. Arzon bersangiz ham olmaydi baligingizni. To'g'ri. Ularga to'g'ri keladigan mazada yog'sizligi, uni razmeri, ta'mi to'g'ri keladigan bo'lmasa. Men bir oldinroq sanaqangni eshitdim, o'zing aytib berding. Bir xil yemda emas, razmeriga qarab har xil yem beraman. Ha, u mazasiga ta'sir qiladi deding. Shu narsaga qanaqa qilyapsan endi? Yechim qilyapsan hozir. Bir qaytishini aytsangiz, men shu qaytishini olib chiqib turaman deb bir. Mana bu yerda mana lechinkalar, chavoqlar, Tamam, chavoq. Bu 2 gektar hovuz, 60 ming dona sazan bo'munda, 60 mingta sazan balig'i, 40 mingta tavstalop bor. Tavstalop ko'p tashlagan sababi biza 20-30 gramm kelasi yilga tavstalop kerak bo'ladi. Ha. Shuning uchun ko'p tashlaganmiz. Sazani 60 ming dona, lekin buni endiki yil o'zimiz uchun boqib turibmiz shu havzani 60 ming baliqni. Keyingi yilga. Даже inkubatsiyasidan tug'ilish jarayoni ham o'zimizni inkubatsiyada bo'lgan. O'zing inkubatsiya qilgansan. O'zimiz inkubatsiya qilib, shu inkubatsiyaga yetishtirganmiz buni. Mana. Ona baliq, masli baliqlar ham o'zimizda chiqqan buni. Juda ko'pchilik buni biladi ham Xorazmda, bu o'zi buni chavog'iga hamma, lichinkasiga hamma navbat turadi, boshqa qiladi. Sen buni iloji bo'lsa ko'paytir, xudo xolasa. Yetmay qoladi, o'zing bilasan. Sen baliqlar necha gramm tashlayading endi bu yerga? 1 gramm edi bu. 1 gramm. Xudo xolasa mo'ljal? Buni 400-500. 400-500 gramm. Sredniy. Sredniy, ha. Juda katta ko'pchilik ishonmaydi ham. Bunda 700 grammgacha olib boradi bu baliqni. Hozir mana 400 grammga boradi mana shu baliq, xudo xolasa. Mana hozir ham ko'rganlaringizda, menimcha bir 20-30 gramm bormi? 40 gramm sredniy. 40 gramm ha o'zi. 60 mingta. 2 gektarmi bu yer? 2 gektar. 2 gektarda 60 mingta, 400 gramm bo'lganda 125 tonnada. Ha. Anarigilar ham bir 3-4 tonna bo'lganda, 30 tonna baliq. To'g'ri. Lichinkada ham 15 tonnadan olyapti. Olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi, bemalol. 80 sotik havzada 20 ming baliq edi, 650 grammga o'tirdi. Endi hozircha balig'ini razmeri kichkina deb shuning uchun ayratib qo'ymaganmisan bu yerga yo'qmi qo'ymaysan? Yo'q, o'zi hozir bu yerda qushdan pana qilish uchun uyga yaqin joyga qo'yib qo'yganmiz buni. Keyin o'zi Shandar yoniga o'tib, asosiy ish shu yerda boshlanadi. Baliq 50-60 gramm bo'lib qolsin, keyin bo'ladi. Ha, demak hozir men mayda paytida bu ham bir insightni qaranglar. Ana qilgan ishini ham salafanlab oylab qo'yib, sim tortganmiz, u boshqa. Dachani oldi bo'lgani uchun bu yoqqa qush kelmaydi, bez taqmaydi, stress bo'lmaydi baliqda. Basseyn odam borda shu. Sal katta bo'lgandan keyin buni atqot ko'payadi. O'sha payt Shandor oldiga o'tib, Shandor oldiga o'tib. ayrator ham o'sha tarafga qo'yasan. Ha. 2 ta ayrator bo'ladi bunda ham. 2 ta ayrator qo'yiladi. Juda zo'r, Bobur, молодец. Bu realni ishlayapti ham bu oddiy yechim. Mana sim tortilgan simga oddiy o'sha baliq yemini qopidan et-betiga boylab chiqqan. Mana shu qush kelmayapti. Yo'q. Uning kelmaydi. Shu avval dim bezor qilib tashladi qush. Eng zo'r yechim shu bo'ldimi deyman? Hozircha shu. Eng tekin, eng arzon, eng zo'r yechim. Zo'r insight mana. To'g'ri tortmoqchi ham bo'lib ko'rdi ustiga. Biz ham tortib ko'rganmiz, ishlamagan baribir. Ishlamadi emas, qanaqadir
foydasini sezmadik. Quyosh olib qoladi-da, to'g'ri. Misal noqulay ekan, kattasini Hmm. qo'yib bo'lmas ekan. Bu zo'r yechim qilgansan. Yemga ham xalaqit yo'q. Bemalol. Bu bitta lichenkada bittami bu faqat 60 mingta yo yana bormi? 60 ming, keyin u yerda 207 gektar bor, u yerda 80 ming bor yana. 80 mingta. Jami qancha chavoq yetishtiryapti endi keyingi yil uchun sotishga o'zingga soni? Mana bu yerda hozir почти 100 mingta ekan, tavsiyalar bilan birga. Ha. Bu yoqda U yoqda 80 ming, tavsiyalar 20 ming, u yerda ham 100 ming. 100 ming, Ha. 200 mingta. Yana 200 ming. Keyin nari yoqda yana bitta obyektda ko'limiz bor, u xabaringiz bor, u yerda 250 mingta sazan balig'i bor. demak salkam 500 mingta, Ha. 450 mingta. Ha. Xudo xolasa, malades. Inkubatsiyaga ham ishladimi o'zing? Inkubatsiya o'zimizda ishlaydi bu yil, ha. Mana shu o'zingniki, ha? O'zimizda chiqqan. Malades. U ko'pchilik, katta ko'pchilikga sotdi ham. Zo'r bo'ldi u. Unaqasini, Inkubatsiyasi ham. bankani sotdingiz. Ha, bankka sotdik. Malades. Shu o'zimizda Hazratda Lutfulla aka bor. Bu shu 1 gramm baliqni 25-yildami 1 kiloga olib bordi sredniyasini. O'zi hech kimga sotmay shu baliqni o'ziga san desa ham shu baliqga sizlab boqdi shuni. Lekin 1 kilo qildi. Realniy bo'lar ekan shu. Endi u yeri ham 1,5 gektarmi, 2 gektar Ha, jami yeri. Jami yeri katta emas, lekin Rezultat zo'r chiqdi. rezultat zo'r chiqdi. Endi uni zo'r yutug'i bor-da, Lutfulla. Lutfulla Rossiyaga borgan. U yoqda u baliqchilikni biladi. Bu yoqdan Dafniya olib kelgan, Rossiyaning Dafniyasini, Dafniya magna degani. Bu Dafniya bo'yicha professionalda u. Tabiiy ozuqa bo'yicha. To'g'ri. Sen endi massaga e'tibor berganingdan keyin Dafniya qiyin. Yo'q, Juda biz- katta ob'yomda. Почти 95% Dafniya bilan ishlamaymiz. Chunki ob'yom katta. Chunki ob'yom biz katta joyda uni boshqarish qiyin. oldinroq tashlashga harakat qilamiz. U payt Dafni chiqmay qoladi. Masalan, 21-martda baliqni ko'chirib bo'lganmiz biz. Bir kunda bitta 7-8 tonna baliqni ko'chirib, уже bitta havzani to'ldirganmiz. Ham endi Bu zishlik payt juda Dafni balandda. chiqmaydi, Bu ha. Dafniyani qanaqa yetishtirsang ham to'xtamaydi bunda. Chidati bo'lmaydi. Juda yetkazmaydi bu bunaqa zishlikda. Bu zishlikda faqat yem bilan. Shunaqa yem. Hozir bunga kommon karp yem berilyapti, gilakdan yo'q. Ha, gilakdan ham Buni kommon kar. o'tgan yil ham sinagansan, rezultat bergan. Ha, Mana shu sani 500 grammgacha olib boryapti baliq. to'g'ri. Mana ko'raverasizlar har xil rezultat. Endi sen oldin boshqa yemlarni ham ishlatding. Qanadanik ishlatding, boshqa yemlarni ishlatding. Eng seni xulosa qilganing Xorazm sharoitida gilakdanik, ha? Xorazmchalarda gilakdan bilan Faradanik Gold ishlab turdi. Yo'q, ha? Молодец. Mana shu Janaga? ko'ryapsizlar. Lekin основной massa nimagadir men hozir gold ko'rmadim. Goldni qachon berasan? Bu sentyabrda berasan. Gold tovarniga avgust 15-dan keyin berib boshlaymiz. Chunki unaqa uchun, mana yog'siz. Ha, boshida siz bilan dogovoram qilganmiz shu narsa bo'yicha. Men paloncha tonna komman olaman yo boshqa sizdan yem olaman. Masalan, 10 dinlari boshqa-ku. Faloncha va falon tonna gold olaman deganman. 4 asal 4 oyda. O. Endi ular bilan boshqa oldi berding ham borsan. Qanaqa? Shu o'zimiz chavoq berganmisan, nimadir oldi berding? shu Farruh akam bilan ishlashamiz, shu chavoq beramiz. Ulardan yem olamiz. Obmen tovaring bor. Ha, U yog'i ham interesli senga. to'g'ri. Hozir tushunaman seni dedik. Unda baribir iloji yo'q. Va yo, молодец. Hamma bilan ishlaydi. Hammani karvon bir, rizqi bo'lak. To'g'ri. Bemalol. Alloh barakasini bersin hammaga. Mana demak, gektariga 30 mingta donalab chavoqni tashlab, yana 500 gramm ham qilsa bo'lar ekan. Ha, Dafniya yo'q. Dafniya yo'q. Ayratir 2 ta dona bor. Ayratir 2 ta. Lekin men buni hammaga tavsiya qilmayman. Chunki bu juda o'zi injiq. Har bitta suvni, har bitta instrumentini ishlayotganini 100% tekshiradigan bola. Lekin 2 ta ayratir bilan bu risk bo'lib qoladi boshqalar uchun. Chunki men gektariga 2 ta dona ham kamlik qiladi buniki. Yo, hozirgi 4 dona qo'ysa ham kamlik qiladi, lekin bu optimal boshqaryapti-da. Yemni kam beryapti kuni-kunida. Suvni вообще katta potok kirgizyapti. Suvni kiruvchi sifati zo'r. Yemni tejagani, boshqasi sifatli yem bergani, profilaktika dori-darmon narsalarni qilganning hisobiga bu boshqaryapti. Lekin bunaqa risk qilishni boshqaga tavsiya qilmayman. Ayratirlarni tejamanglar, qat'iy o'rnatib qo'yinglar. O'sha kislorod oksimetr qo'llaringizda bo'lsa, suvni sifatini tekshirib turib, xohlagan kunida yoqadigan bo'lsin. Endi bu hamma narsani o'z boshidan o'tkazgan 100% yotdan biladi, shuning uchun risk qilyapti bu. Yana qanaqa senda bir o'zing odamlarga ko'rsatsang manfaat bo'ladigan nima ishlar bor, Bobur?
Shu narigi havzaga boramiz. Shu asosiysi, masalan, hozir video chiqadi, Bobur 30 mingdan baliq tashlayapti degan chavag'ni deb 30 ming tashlasin, lekin u yog'iga ham chidash kerak, uni iniga rasxotiga chidash kerak birinchi masala. Suv kirishi, Ha. ratiri, To'g'ri. yemi, Ko'pchilik kasalligi. Endi suv- faqat rasxodda emasda Bobur. Masalan, rasxod qilgan bilan ham boshqara olmasa, kasal qilib o'ldirib qo'ysa, bankrot bo'lib qoladi. endi O'shaning rasxot uchun- deganda Birdaniga 30 mingtani hech kimga tavsiya qilmaymiz. to'g'ri. O'rgansin, mana ochib bola kelib o'rganinglar yoki eng zo'r varianti inkubatsiya olsangizlar, keyin o'z-o'zi o'rgatadi. Biza yana bu birinchi boshlagan ko'limiz, ya'ni 5 gektarlik ko'lni bu tarafida yemlanayotgan tarafiga o'tdik. Chunki realni 25 mingta baliq bormi, yo'qmi o'shani ko'rsatmoqchimiz. Birinchisi 1 kilolik bo'lgan baliq, ikkinchisi haligi ko'pchilikda tushunmovchilik bo'layotgan bir ikkita aqllilar temir karmushka yoki katta karmushka buncha pulga arziydimi yo'qmi yoki undan mana karmushka yaxshi degan odamlar uchun aniq realni mana shu karmushkani gapirmoqchi. Mana baliqni o'zidan eshitaylik. Bobur, oldin bu karmushkaga nisbatan fikring qanaqa edi? Hozir nima? Oldin fikrim shu, qimmat deb olib yurganman-ku o'zim ham. O'zingiz keyin shuni olib bergansiz, shu urib bergandek berdim senga. O'zimni ukam, o'zim malaqam deb, olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb, pulini keyin beraverasan deb berib yuborganman. to'g'ri. Olib, rezultat qilib, endi nima bo'lyapti? Rezultat zo'r. Asosiysi 1 gram yemi changi ham havoga uchmaydi, yerga tushmaydi. Kichik karmushkalarda bitta hamma yem shu yerda yotadi, sarg'ayib yotadi yer. Trapdan shamol bo'lsa orqaga olib keladi. Bunda u narsa yo'q. Changini ham tassolab yeydi buni. Ha, u yerda. Piyostri tassolab yeydi. O'zi tazandan ortsa. Lekin zo'r. Birinchi yutug'i. Ikkinchi yutug'i shu, shamol bo'lsa ham o'rtada bergan hisobga chiqazib yormaydi yemni. Shamolda ham qaytib kelmaydi hech Yo'q, qayerga. qaytib kelmaydi. Chunki baliq aktiv, yemni aniq topib yeyapti. Territoriya katta bo'lgan hisobiga hamma baliq tekis oziqlanadi-da. Ammo Bir bitta xil karmushkada bersangiz, masalan, katta baliq berib kichik baliqni olib kelmaydi. Dem bilib, duxini olib kelmaydi-da. To'g'ri. Razmerlar har xil bo'ladi. Razmer har xil bo'ladi. Eng glavniy yutug'i shu. Baliqning hammasi bir xil bo'ladi. Chunki mayda baliq chekkarog'ida, yirik baliq o'rtarog'ida turadi-da, hamma baliq bir xil oziqlanadi. Buni eng glavniy yutug'i shu. Keyin yana nima zamet qilding bunda? Nima e'tibor berding? Osonligi, masalan, 25 mingta baliqni nechta karmushka qo'yasan? Nechtasini oldiga borasan? Yoqqa o'tasan, To'g'ri. yoqqa o'tasan. U hamma narsada. Bitta oddiy karagan Masalan, 5 gektarga 5 ta karmushka qo'yishimiz kerak bo'lsa, kichikdan 5 tasiga sim tortish kerak. 5 tasini yoniga borish kerak. 5 ta yemga solish uchun. har bitta ish kamida 5 million bo'lyapti. To'g'ri. Bittasiga soladi, bunda bo'ldi. Bittasiga solyapti. Shunday Endi asos. bir professionaldi bu. Bobur masalan, kichkina hali havaskor baliqchi emassan endi. To'g'ri. Eng zamonaviy narsalar, eng qulay narsalarni ishlatib, Yo, baribir bo'lmasa daromad bo'lmaydi. kerak. Baribir bo'lmasa Mana bo'lmaydi. uni terlatib yuboryapti. Soat hali o'zi 8 dan 16 minut o'tgan ertalab. Terlab ketyapti odam. Shu darajada issiq joydamiz. Mana Turkmaniston chegarasiga yaqin joyda. Qumli joy. Issig'ini kuchini ko'raverasizlar. Yozgi chillasi o'rtoqlar. To'g'ri. Mayli, barakasini bersin. Bolalaring Bobur. Alloh rozi bo'lsin, sana ma'lumotlar aytyapsan. Mana inkubatsiya bo'yicha o'zingni xizmatlaring xudo xolasa keyingi yilda senga aloqa chiqadi odamlar, barib ko'rsatdi. Xudo xolasa 500 grammlik baliq ham qilib beradi bu. 500 gramm qilib beryapti o'zi. Yana 4 mingta, 5 mingtadan boqib o'zing isbotlayapsan. To'g'ri. Tok ishlatish bo'yicha, aerator bo'yicha, karmushkalar bo'yicha, suvni tarkibi bo'yicha o'zingda professional yechimlaring bor. Xudo xolasa bu yoqqa nima deydi? Ma'lumotlaring bilan ulashib, shunchalik hech narsani yashirmay gapirganing uchun rahmat. Asosiy harakatdan to'xtab qolmaslik kerak. Молодец. Mana endi eng kulminatsion narsasida men hisob kitobni yaxshi ko'raman. 51 million bilan boshlavdim dedi. Xudo bersa bu yil 200 tonna baliq bo'lsa bu 10 milliard so'm deganida bu. Alloh barakasini bersin, keyingi yil millioner ekansan-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi yil million dollardan oshar ekan, xudo xolasa. Har kim ota-onamiz duo qilib turibdilar shu. Duoni keltir, duoni barakasi bu. Mana ota-onangni rozi qilganing, harakating, Allohni rozi qilib, ko'ngling ochiqligi, barakasini bersin ishlaringni. 10 milliardlik baliq 20 gektardan, o'rtoqlar, 20 gektardan. Bu gektarga 500 million degan. Endi senda mana faqat sotuv summasida emas-da, Bobur. Buni foyda ziyoni, boshqasi daromadliligi. Men bir yil
2022-yilda televideniyega intervyu berganimda aytganman, bu paytda baliqning foydasi ko'proq edi. Chunki narxi o'sha paytda ham 50 ming edi-da. Bu ishchilar 2,5 million olardi, 2 million olardi. Tok arzon edi. Hozir tok oshgan, suv muammosi, aerotor boshqa yem oshib ketgan. O'sha paytda sotgan summamni 40% foyda deb aytganman men televideniyada. Masalan, 1 milliardlik mahsulot sotsam, 400 million foyda deb aytganman. Hozir senda shunaqa qanaqa bo'lyapti? Mana 1 milliardlik baliq realizatsiya qilsang, uni hisobini to'yini chiqarib ko'rmaganmiz hali. Realniy narsa u hisob kitob qila olmaydim. Chunki men o'zim u ko'l bu ko'l 2 ko'l o'rtasida yuraman. Unga bormasam, u to'xtab qoldi, bunga kelmasam bu bo'lmaydi. Baribir masalan, primerniy rentabellik degan narsa bor-da. Mayli endi sen kamtarlik qilyapsan. Biza ko'p anaqalar bor, baliqchilar faqat summaga qaramanglar, xarajatlarni ham hisoblanglar. Bunda ham hali balans, pinel, hisob-kitoblar, hamma narsa yurg'izilmayotgan hisobiga aniq xarajatlarni bilmaydi, lekin baribir mana shu Allohning barakasi 5 yilda 10 milliardlik hosilga yetib kelishing, o'zi hisob-kitobing barakang shu. Молодец, barakasini bersin. Baliqchilar sizlarga ham shunaqa yaxshi daromadlar, yaxshi ishlarni tavsiya qilamiz. Baliqchilik bu dehqonchilik emas, nafaqat dehqonchilik, bu tadbirkorchilik, bu biznes. Buni har taraflama ilmini olinglar, daromad qilinglar, o'singlar, mana shunaqa bir-birlaring bilan ma'lumot almashinglar, baraka qilinglar. Mayli Bobur, senga ham rozi bo'l. Rahmat sizga ham rahmat. Ishlaringni barakasini bersin. Bo'lmasa ishlarga omad, baliqchilar. Keyingi podkastlarda uchrashguncha.